uyda o'tirgan holatda kuniga 2-3 soat ishlab, oyiga $1000 ko'proq daromad qilishni xohlaysizlarmi? Men sizlarga hozir bitta onlayn ishni ko'rsatib bermoqchiman va bu onlayn ishni qanaqa boshlanishini ham sizlarga o'rgatib o'tmoqchiman. Faqat videoni oxirigacha ko'rsanglar, buni yo'li qanaqaligini bilib olasizlar. Men sizlarga Amerika YouTube'ida ishlash haqida gapiryapman. Ya'ni men o'zim Amerika YouTube'ida mana bunaqangi videolar qilaman. BMG Drive degan yo'nalishda mashinalarni videoga olaman va uni o'zimning kanalimga qo'yib, oyiga o'rtacha $1000 dan ko'proq daromad qilaman. Bitta kanalim 17 million so'm pul ishlagan, oxirgi 28 kunlikda dollarga chaqadigan bo'lsangiz, bu $1,500 dan ko'proq degani. Agar siz Amerika YouTube qanaqa yuritilishi, qanaqa kanal ochilishi, qanaqa videolar yuklanishi sizga qiziq bo'ladigan bo'lsa, meni mana shu Instagramga obuna bo'lib qo'ying. Men sizlarga mana shu Instagramda Amerika YouTube'dan daromad qilish bo'yicha juda ham qimmatli ma'lumotlarni berib o'taman. Va mana shu videoni saqlab qo'yishni unutmang, chunki bu videoni yo'qotib qo'yishingiz mumkin.